Abduqodir Husanov ishtirokidagi bir ajoyib videorolik hozirda Yevropa futbol ishqibozlari tomonidan juda ko'p muhokama qilinayotganligini bilasizmi? Hattoki eng chiroyli 4 ta gollar qatoriga ham qo'shibdi. Hozirda esa men sizlarga aynan mana shu gollar haqida sharhlab beraman. Chempionlar Ligasi javob uchrashuvi. Manchester United Arsenalga qarshi. Arsenal o'yinchilaridan biri Cristiano Ronaldoga kutilmagan holatda kutilmagan qo'pollikni ishlatdi. Cristiano Ronaldo aynan mana shu holatdan juda yaxshi unumli foydalandi. Cristiano Ronaldo aynan mana shu zarbani to'g'ri darvozaga yo'llashga qaror qildi. Ishonasizmi? Ushbu to'pning tezligi 120 km tezlikka yetdi. Hakam hushtak chaldi, Cristiano Ronaldo esa zarba berdi va qarabsizki, gol. Bu zarba juda ham chiroyli edi. Hattoki Arsenal muxlislari ham hayratda qoldi. Zlatan Ibrahimovichni raketa kabi to'pni uchirganini hech ko'rganmisiz? Chempionlar Ligasi doirasida Andelkat va PSG o'rtasidagi o'yin. Ibrahimovich ushbu o'yinda 2 ta gol urdi va PSJni bemalol oldinga olib chiqdi. Biroq ikkinchi gol haddan tashqari juda ham tez yo'llangan edi. Soatiga 150 km tezlikda uchib borgan to'p to'g'ri darvozaga kirib ketdi. 2019-yil A Seriya Chempionlar Ligasi United Interga qarshi o'yin. Ushbu gol ham oxirgi 7 yil ichidagi eng chiroyli gollar qatorida joy olgan ekan. Ushbu gol uchun sharh berishni umuman hojati yo'q. O'zingiz ko'ring va fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov sababchi bo'lib qolgan chiroyli gol barchani lol qoldirdi. Ya'ni Manchester City futbolchilari darvoza oldida hujum qilayotgan bir payt Husanov to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Rico Lewis soatiga 95 km tezlikdagi to'pni darvozaga to'g'ri yo'llagan edi. 0.5 soniya ichida Husanovning orqa qismiga zarba bilan tegdi. Ya'ni 227 newton kuch. Sodda qilib aytganda 23 kg tosh bilan urgandek. Ammo bu og'riqlar hech narsa emas. Muhimi gol bo'ldi. Qadrli do'stlar, hamyurtimizga omad tilaymiz va mana shunday kutilmagan gollarga sababchi bo'lib qolaversin.